sudda bog'chaga to'la o'qitishni hozirgi keladi boshlab ketadi. Endi misol uchun sizlar aytishlarinki shahardagi kishilar kelib ketadi. Lekin uzoqdan keladiganlar bor. Masalan, Xitoydan, qishloqlardan keladi. U birinchidan vaqtini yo'qotadi. Ikkinchidan misol uchun taksiga chiqadi, keladi, shaharga ikkita taksi mashina almashtiradi. Yana ketguncha shuncha. Lekin o'sha narsani uyda turib nima qilsa bo'ladi, amalga oshirsa bo'ladi. Bundan tashqari masalan tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan mijozlarimiz bor. Yoki masalan savdo faoliyatlari bilan shug'ullanuvchilar bor. O'sha faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lyapti. Bo'lmasa hunarmandlarimiz yoki kimdir uyida nima hozir ortiqcha xashak va boshqasi bor, chorva bilan shug'ullanaman deydi. O'shalarga bankamizning imtiyozli kreditlari bo'yicha ma'lumot berib boramiz. Endi bizlarda ham bor kreditlarimiz 12 million so'mgacha, 50 million so'mgacha, 100 million so'mgacha, 300 million so'mgacha kreditlarimiz bor. Mijozlarimizga ajratib beramiz. Misol uchun 12 millionlik oladigan bo'lsak, plastik kartochkaga o'tkazib beriladi. Garov sifatida sug'urtani kafillik olinadi. Bundan tashqari nima deydi? Muddati ham uzoq muddatga, 4 yil muddatga beriladi. Imtiyozli davri ham bor. Mahalla loyihasi ham xuddi shunday 50 million so'mgacha ajratiladi. 2 yilgacha imtiyozli davri bor. Faqat foiz to'lab bo'lgan undan keyin asosiy qismidan bir qismini to'lab boradi. Bundan tashqari 312-sonli qarorimiz bor. U bo'yicha prezident qarori chiqqan. U bo'yicha nima deydi? Kamida 1 yildan buyon faoliyat ko'rsatgan tadbirkor mijozlarimizga, o'sha tadbirkorlarimizga ajratiladi. 7 yil muddatgacha 2 yil imtiyozli davr bilan ajratiladi. Foizi endi nima deydi? Hududlarga qarab belgilangan. Bizlar Muborak tumanimiz toifaga qarab ajratilgan tumanlar. O'sha bizlarning Muborak tumanimiz